Voy, mana qarang, san'at bor-ku. Shunaqa ham chiroyli kuzov bo'ladimi? Ay, Range Rover Velarku bu. Tinniga kelib qoldi. Buni rangiga maza qilib bor-ku. Jigar, mana bu xrom detallari ham bor-ku. Zolotistый shunaqangi kombinatsiya bo'lgan. Holati rostdan tiniqagan. Kraskasi top-tozasi. Mana shu joyda faqat bunday kraska ko'chganda to'ldirilgan joy bor ekan, kichkina. Bo'ldi. Va bu fulli ekan. Bitta ochganimizda zinalari ham chiqib ketdi. 2 litr motorli emas, bu 3 litr motorli va 300 ot kuchi. 6 sekundlarda taxminan 0 dan 100 gacha chiqadi. Bilasku, britanskiy mashina, mana salonini, dizaynini yomon skromli qilganda, Range Rover deganda nima xayolingizga keladi birinchi bu? Sifatmi? Или san'atmi? Go'zallikmi? Mana bitta zavod qilsa, skorost chiqib kelishi zo'rda. 2018-yil 65 ming probeg. Meridian akustika sistema. Bitta kolonka, ikkita, uchta, bitta obshivkani o'zida. Fulli, prostoy emas, eng fulli 3 litr motorligini 52500 ga bosib yuborsangiz bo'ladi. Keladi narx. Bir marta qayta jihozini adashmasam 49 mingga qo'yuvdi. Bu qayta jihoz emas. Официальный jigar. Bosib yuborasizmi deyman, o'zingiz like bosib qo'ying.